Kanalın boyu, Bağça Mektep Buradım. Assalamu alaikum, hürmetli Bostan Makler YouTube kanalı abunachilari. Bugungi obzoringizda Xudo xolasa 5 kanal dom bo'ladi. Remontlari bilan tayyor, mebel texnikasi ham bor ichida. Narxi ham shu zonalarda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshidan bir like bas, esdan chiqmasin. Kirganimizda ana shunday keng hol, o'ng qo'limizda qo'l yuvish uchun rakovina bo'ladi. Kafellar bilan chiroyli qilib oyoqlari qo'yilgan keng bo'ladi. Qo'limiz ana shu yerda katta ko'tarma pol etib o'tirlatan nest etib qo'ygan ekanlar. Bu yerda asli oshxona bo'lishi kerak. Oshxonani bu yerga xonaga ko'chirgan ekanlar. Orqasida balkon bo'ladi. To'rga kirganimizda katta bir mehmonxonasi. Razmerlari 6x4 keng bo'ladi. Undan keyin to'g'ri o'tganimizda bu tarafimizda bir spalni, xohlasanglar bu yerdan mehmonxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafimizda yana bir spalnisi bor. Joyimiz yaxshi. Xonalari keng. Ko'rib turgan videodagi hamma zot qoladi ichida. Hollar toza to'shalgan. Plastikdan yaxshi sifatli aynalar qo'yilgan. Ataplenasi hamma narsasi ishlab turibdi. Tozasidan hali ishlatilmagan zo'rni Royson konditsionerlar ham o'rnatilgan. MDF eshiklar. To'g'ri o'tganimizda oshxona bo'ladi. O'zi aslida bu yer bir spalni bo'lgan, detskiy spalni, lekin egalari xona ko'p bo'lgandan keyin bu yerda oshxona qilishga qaror etgan. Oshxonaning o'rnini oilaviy o'tirish zonasi etib, ayvoncha etib qo'ydilar. Bu yerdagi balkonlar ham keng. Ko'rib turganingizdek. Xohlasangiz bu taraflar ham ko'tarma pol qo'yib ishlangan. Domning oldiga qarab katta afa oynasi bor. Xonalari yorug'. Gaz, svet, muammo yo'q. Wi-Fi'dan, suvdan, Bağça Mektep hammasi bir adım yaqin. Sanuzilga kelsak, sanuzilning o'zi bir katta bir spalni bu yer. Mana keng kafelar qilingan, suv filtrlari qo'yilgan, unitazi, vannasi, kotyoli, hamma narsasi ishlab turibdi. 50 litrlik Ariston suv bachog'i tayyor holatda turibdi, hech qanday rasxod yo'q. Adresi, lokatsiyasi bilan tashqarida tushuntirib o'taman. Manzilimiz ham yaxshi yerda joylashgan, shaharning ichida bo'ladi. Narxiga kelsak, narxi egalari $25,000 aytib turibdilar. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. Prime atlarga o'tadi notariusda. Qatib qo'ygan narx emas. Ustida savdolashib, tartishib, kelishib osonlar bo'ladi. Bu videoni ana shunday 5 xonali keng, katta domsa qarab turgan tanish bilishlarga tashlab qo'ysanglar, ajoyib bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni ana shunday domalaman deb yurgan og'ayin, tug'on, jo'ra, yardosh hammaga tashlab qo'yamiz. Do'stlar, manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri, Sadriddin Ayni ko'chasi bo'ladi. Lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsam, kanalning bo'yidan bu taraf zavod tarafdan kelish, bu tarafimiz supermarket tarafdan kelish bo'ladi. Shunday pasport stolga buriladigan ko'chaning boshida 1-pod'ezd, 3-etaj chap qo'limizda joylashgan bo'ladi. Bu videoni tanish bilish do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom qiling.